Ketdi. Aka, ko'pchilyapsiz, ziyoni bor lekin hamma yozyapti negativ, lekin mayli endi o'zingiz bilasiz-ku. Nimadir deyishga olmayapman. Ko'pchilik teshik anaqa deyishadi. Rostakam, akalar, bu rostakam narsa. Lekin bundan paytida 5-6 ta ichganman. Sergelida yashab yurgan paytimda, lekin mazamni qochirgan, oxiri doktorga borganman. Sizga hech qanaqa o'zgartirish bildirgan yo'qmi? Mana hammasi originallikka originalu. Men qo'rqaman endi tavsiya berishga. Tavsiya bermaysiz, lekin original, to'g'rimi? Ha, bilib turibdi, ishonib turibman, lekin odamlar ham ishonyapti ichayotganingizga, faqat siz uchun qayg'urishyapti. Ichmang aka deb. Ha, bilinib turibdi-yu, ichiga dog'si qo'yib qo'yganimiz yo'q-ku. Suv qaynatib qo'yilgani yo'q. Bu bittasini o'zi qancha taurin bor bunda, qanaqa kofein bor, uxlatmayotgandir, yo uxlashingizga ham effekt bergani yo'q. Yo'q, uxlatgan yo'q. Rostda hammasini ichmoqchimisiz? Ya buni bilmadim endi. Agar bir ikkita qo'ysangiz kerak buni videoga, qaranglar, realniy narsa-da. Hozir ochganimda o'zi oshqozonim og'rishni boshladi. Endi shunaqa. Hidiga oshqozonim og'riydigan bo'lib qolgan. Tavsiya berasizmi odamlarga? Odamlarga tavsiya bermayman. Meni gapim. Xo'p. Men hammaga ommaviy ziyon emas deyishda emas gap. Prosta menga ziyoni yo'q. bo'ldi. Menga ziyoni yo'q. Hech kimni targ'ib qilayotganim yo'q. Bo'ldi. Bir pasda narsani ham qizib qo'yamiz. Bir pasda ichib qo'yayotganim yo'q. 4 marta ko'tarib ichib qo'yapsan deyotganlarga. Ikkitasi bitta bo'ladi, to'g'rimi?